Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Office 2019 dasturida Wordga kirish usullarini o'rganamiz. Dastlabki o'rganadigan usulimiz Pusk menyusiga kirib, Все программы, Microsoft Office, Microsoft Wordni tanlaymiz. Va bizga Wordning umumiy ko'rinishi hosil bo'ladi. Keyingi usulimiz esa Рабочий stolda sichqonchaning o'ng tugmasini ezib, Soздать hamda Dokument Microsoft Word ketma-ketligini ezamiz. Va so'nggi usulimiz klaviaturalarda Pusk hamda R tugmalarini ezgan holda ushbu oynani hosil qilib, berilgan joyga WinWord yozuvini yozamiz. OK tugmachasini ezamiz va bizga Wordning umumiy ko'rinishi hosil bo'ldi. Berilgan joydan Новый dokumentni ezib kiramiz. Bu Word dasturining umumiy interfeysi ko'rinishi hisoblanadi. Asosan hujjatlarimizda Times New Roman hamda 14 shriftda yozishimiz kerak. Lekin ko'rib turganingizdek, kompyuterlarimizda Calibri hamda 11 ko'rinishda bo'ladi. Biz Times New Roman va 14 shriftni hosil qilishimiz uchun qisqa klaviaturalardan foydalanamiz. Ctrl hamda D tugmalarini ezamiz. Shriftlardan Times New Roman yozib, Обычный hamda 14 shriftni tanlaymiz. По умолчанию, agar biz hozirgi ko'rinishda doimo ushbu shriftni tanlaydigan bo'lsak, Только tekushva dokumentdan ezamiz. Agar doimiy Wordga kirganimizda o'sha shrift kerak bo'lsa, Всех dokumentovni ezamiz va OK tugmachasini bosamiz. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.